Çexiya yerlik parlamentida o'tkazilgan guvohlik berish yig'inida Uyg'urlarning Çexiya hukumatiga bo'lgan talablari o'tirg'a qo'yilgan. Amerika boshchiligidagi ba'zi g'arb davlatlarining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashiga sungan taklif loyihasiga qarata 6 oktyabr kuni Jenevadagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti shtabida ovozga qo'yish yig'ini bo'lgan edi. Natijada bu taklif loyihasini qo'llash 17 ovozga, qarshi turish 19 ovozga erishib, taklif loyihasi rad qilinishga uchragan edi. Bu hodisadan keyin Dunyo Uyg'ur qurultiyi mazkur taklif loyihasini qo'llagan davlatlarga rahmat etish va bundan keyin Xitoyga texnik ko'p besim ishlatishni qo'lga keltirish maqsadi bilan Chexiyada 3 maydon faoliyat o'tkazgan. Amerika Joe Biden hukumati hokimiyat yurgizib 2 yildan keyin tunji qitim o'zlarining davlat xavfsizlik strategiyasini e'lon qilgan. Amerika hukumatining muhim strategik planlari va ichki tashqi siyosat yo'lnishi sharh etilgan bu davlat xavfsizlik strategiyasida Uyg'urlarning Xitoy hukumatining irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatiga uchrayotganligi tilga olingan. Shundaqla Amerikaning Xitoyni jazolashga tirishayotganligi bayon qilingan. Onunda mundaq deyilgan. Biz Xitoy hukumatining Xinjiangdagi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi turish jinoyatini, Tibetdagi kishilik huquq dafsandichiligini, Hong Kongning avtonomiyasi va erkinligiga qilayotgan buzg'unchilikni javobgarlikka tortamiz. Xitoy har qaysi davlatlar va jamoatlarga besim ishlatib, ularni jimiqtirishga urinayotgan bo'lishidan qat'iy nazar biz uni jazolashga tirishimiz. Hindiston hukumatining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashida Uyg'urlar masalasini muzokaraga qo'yib taklif loyihasiga ovoz berishdan voz kechishi sababidan o'qituvchi partiyalarning ayblashiga uchragandan keyin Hindiston Tashqi ishlar ministrligi Uyg'urlar to'g'risida bayonot e'lon qildi. Hindiston Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Arindam Bakchi bu haqda tushuncha berib, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni xalqining kishilik huquqlariga hurmat qilinishi va kafolatga ega bo'lishi kerak. Hindiston barliq kishilik huquqini qo'g'dashda ching turadi dedi. O Hindistonning ovoz berishdan nima uchun voz kechganligining sababi to'g'risida tushuncha berib mundaq degan. Hindiston hukumati Uyg'urlarga munosabatlik bu xil ovoz berishni Uyg'ur masalasining hal bo'lishi uchun hargiz foydali bo'lmaydi deb qaraydi. Hindiston bu xil masalalarni hal qilish uchun dialog olib berishni qo'llaydi. Biz Xitoy tarafining vaziyatni obyektiv va to'g'ri bir taraf qilishini umid qilamiz. Türk Davlatları Təşkilatıga a'zo va ko'zatchi davlatlarning raisi Tashqi siyosat tadqiqot markazining 8-qitimliq yig'ini O'zbekistonning poytaxti Toshkentda o'tkazildi. Egilishicha, yig'inning temasi Türk Davlatları Təşkilatı, savdo va iqtisodiy hamkorlikning taraqqiyoti, qatnash va ashyo oburuti ulanishini taraqqiy qildirishdagi umid qilib bekitilgan.